Sizga qarab, paq etib otib o'ldirib turib, pulinglarni o'g'irlab ketsam bo'ladimi? Hech qaysi biringlar tushunmaysizlar. Mana nechi pul? 200 ming so'm. Ismi nima buni? Misha. Bu Alisa-ku. Bivshi qizim bo'lardi. Men sotib ketdi. Ismi Alisa edi. Familiyasi Ramyongir. Iloji bormi? Men shu uyga kelganimda yugurib kelib quchoqlab turib, "Seni sevaman" deya oladimi bu? Bunaqasi ham bor. Qimmatroq. Qancha u? 1 million. Bo'lmabsizlar, 1 millionga men xotib olaman-u. Mana ismi nima edi? Bu ham Misha. O'g'li bu. Bu yerda hammasi Misha. Ha, Bitta siz bilan meni ismim boshqa qo'ygan hamma narsa Misha. Siz to'g'risini aytsam, uydan 5 ming so'm pul bilan Roltonga chiqqan bo'laman-da. Chosmi? O'shanga iloji bo'lsa 5 mingga nimalar bor? O'ynab yurishimga. O'yinchoq do'konmi? Voy, men Korzinka deb o'ylayman bu. O'yinchoq do'kon. Voy. Bu Tramatda, to'g'rimi? Qarang, agar men buni masalan Tramat ekan, to'g'rimi? Shuni olib turib, sizga qarab, paq etib otib o'ldirib turib, pulinglarni o'g'irlab ketsam bo'ladimi? Yo'q, конечно, tushuntiramsiz. Siz bilan men o'g'illikda, xo'jayinni otib ketaylik. O'tiring, o'tiring. Qarang, qarang. Siz alda turgan vaqtimda orqasiga paq. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Kamera ekansiz pax qilmasin. Telefoningizni shuna berib turing. Shuna lakas chaqirib tualetga yetib oling. Tualetda ham topolmayapman, dashi ishonasizmi? Bunaqa chiroyli qaramang. Qaysi muzikachini yaxshi ko'rasiz? Bunisi Rizayeva. Shahlo Ahmedova. Men 1 sekundda chiqarib berdi, ko'rasizmi? Yana bunda effektlari bor-da, 8 konsert slow. Bitta 8 variantini eshitib ko'ring. Ko'rdim. Ayuvchalaringiz hozir o'ynab ketsa ham harom qolmang. Yana bunda Instagram, TikTok, Facebook bormi? Bormi? O'shanda любой videoingizni MP3 skachasi qo'ysangiz bo'ladi. Eng muhimi bez подписка. Buni nomi Sovet Insta Bot.